Hörmətli vətəndaşlarım, leksiyamның əmdiki mavzusuğa diqqət qılın və bunun məzmunuğa diqqət qılın. Bu xəbər qiziqarlıq, bəlkə nopuzluq. Çünki bununda tilgə elindiğən bir adamның ismi Jin Shan Rong degan adamның ismi. Bu adam professor, doktor dərəcəlik. Adam şu adamның ağzından çıxan gəp, əmdə bunun məzmunu bilan tanışıb çıxan. Cungoni 7 devletke parçalamasa, Amerika Cungoni herkes koyup etmeydi. Yani bir okpirey vatandaş. Cungoni 7 devletke parçalamasa, Amerika Cungoni herkes koyup etmeydi. Mavzula haber 9. ayının 9. günü Doğutor Beti ilan kılındı. Ve ben bir torbiyete köçürüldü. Haber bundak başlandı. Amerika Cungo Suudi Oruş'a devamlı şuvatıdı. Cungo'da bir ekimdekiyle Amerika'ya teslim buluşunu teşebbüs kılıvatıdı. Yani bazı alimler mundak kılış, yani Amerika'ya teslim buluş muvaffak emez değişvatıdı. Değişivatıdı. Sovetning, yani Sovetlarning şu vaqtki akıbeti bugünkü cungoluklarga ibrettir. Sabık Sovetlarning şu vaqtki akıbeti bugünkü cungoluklarga ibrettir. Jungo Halk Üniversitesi Xalqaro Munosabatlar institutining mektep başlığı, muavin mektep başlığı, Jungo Halk Üniversitesi, Jungo Tashqi ishlar strategiya tadqiqot markazining müdiri Jin Sharrong, navbatda Hangzhou shahrida elektron universitetida nutq so'zlaganda Jin Sharrong Amerika Jungo Suudi Oruşu doğrusu da noktalık toxtaldı. Jin Sharrong undaq ko'rsatdi. Amerikanın Jungoni raqobatchi deganiga ve Amerika Jungo o'rtasida yuz bergan Suudi Orushiga duch kelganda Jungoning ichki qismida ko'z qarashlarda ixtilof ko'rildi. Elbette bu bir xil guruhdagilar taslimchilardir. Elbette bu xil guruh ve fikirdagilar taslimchilardir. Ular mundaq deydi. Sen baribir Amerikani yengib ketolmaysan. Amerika bilan erisholmaysan. Biz faqat Amerikani agish bilan mangayli. Suudi Urushida Amerikaga taslim bo'layli. Başka cihette Amerika'ya erişmeyeli deyişidu birinci ekimdeki kişiler. Yani Cumhuriyet'de ihtilaf peyda oldu. İki guruh'a bölündü. Birinci guruhtaki kişiler Amerika'ya teslim bulaylı deyişi vardı. O değil. Jin Sharrong yanımında görsetti. Bizde 1 milyar 400 milyon halkın köpçülüğü teslim buluşqa qo'shilmaydi. Çünkü bunun bir oldingi sharti bo'lishi kerak. 1 milyar 400 milyon jungolukning turmush saviyasi yuqori ko'tarilmaydi. Xotirjam bola boqquchi bo'laversak bo'ladi. Tuban tabaqalik sinib bo'laversang bo'ladi. Shundaqmi? Ko'pchilik buna qo'shilmaydi. To'g'rimi? Emasmi? Birinchi bo'lib davlatning ichki siyosati bundaq bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Demakchi bo'lgani, lekin Jungoni 7 davlatga parchalash yo'l qo'ymaydi. Davlatning ichki siyosati da'vatdir Jin Sharrong yana bundaq ko'rsatdi. Davlatning siyosati yo'l qo'ygan taqdirdami? Endi ko'rdingizmi? O'zi yo'l qo'yyapti. Baştakilerini tanıştırıp bulmaydı, etmeydi dep bulup ahire kelgende o'zi yo'l qo'yyapti. Nima deydi? Jin Sharrong bu professor mundaq deydi. Devletning siyosati
yol qo'ygan taqdirda navbat Jungo davlatining siyosati Amerikaga yo'l qo'ygan taqdirda amaliyotlik natija yaxshi bo'lmaydi. Bir misol bor. Yaqindalar ikki qatim elingan ekan, men ikki qatim tarjima qildim. Sobiq Sovetlarning yuqori qatlam sarxillari Amerikaning ta'sirini qabul qilib, taslim bo'lgan edi. Taslim bo'lgandan keyin Sovetlar 15 davlatga parchalandi. Mushu abzasini yana bir o'qib o'tay, marhamat qiling vatandosh. Yaqindalar Sovetlarning yuqori qatlam sarxillari Amerikaning ta'sirini qabul qilib, taslim bo'lgan edi. Taslim bo'lgandan keyin Sovetlar 15 davlatga parchalandi. Lekin yana varislik qilguvchi negizlik davlat bor. Ya'ni Rossiya bor deydi. Bu davlat Rossiyadir. Rossiya, ya'ni sobiq Sovetlar bak cho'ng davlat edi. Natijada Amerika bu cho'ng davlat Rossiyani hargiz qo'yib o'tmadi. Iqtisodiy jihatda Amerika davomli Rossiyani bo'zaq qildi. Bexatarlik jihatda Amerika Rossiyani davomli bo'zaq qildi. Shunlashqa Jungoni taslim bo'l desakmi, taslim bo'ldi desangmi, taslim bo'l desakmi, Jungo taslim bo'ldi desangmi, Jungo yetarlik cho'ng davlat bo'lganlikdan u seni yanala adaplaydi. Yani Amerika seni, yani Jungoni yanala adaplaydi. Jungoni 7 Jungoga, yani 7 davlatga parchalamay turib, Amerika Jungoni hargiz qo'yib o'tmaydi. Bir takrorlab qo'y oxirgi jumlani. Jungoni 7 Jungoga, yani 7 davlatga parchalamay turib, Amerika Jungoni hargiz qo'yib o'tmaydi. Hurmatli gençlerim efendim, qaltis tatliq so'zlabsiz. 1 milyard 400 milyon degan sondagi 1 milyardni o'chirib tashlang. Rossiyalik olimlarni hurmatlaylikmi? Ular yaqinda dedi, Malayziyada vatandoshlarga so'zildim. Jungoning naposi 400 milyondan yoki 500 milyondan oshmaydi dedi. Shunga siz mushundaq nozik paytda, mushundaq nozik davrda turayotganda baştikidek sizmi büyük alim, profesör, doktor bir maktabning müdiri ekansiz. Qaraganda Jungo sarxillarning biri bo'lib hisoblanasiz. Davomli kulib turadigan odamsiz. Kulib turganda qo'riq paydo bo'ldi shu chataq. Shu qo'riqni yo'qotish uchun nima qilish kerak degan vaqtda samimiy bo'lish lozim. Amerikaning ta'sirini qabul qilish lozim. Amerikaning ta'sirini qabul qilishinglar lozim. Va shundaqla Amerikaning ta'sirini qabul qilib, xuddi ayni vaqtdagi sobiq Sovetlar 15 davlatga parchalangandek, sizlar ham atalmış hozirgi Jungoning 7 davlatga parchalanishiga yo'l qo'yishingiz kerak. Bu mening fikrimdan emas, zamonning fikri. Zaman sizga shundaq da'vatidir. Oshkora da'vatidir, ham quloqingizning tubiga kelib fikrlayapti. Jey Sharron apandi.